voy mana pichakchani yotishiga nechi sanuzulda yuvib tashlayman deb kirsam yotib ko'chada turgisi kelmaydi erkalasam ham koridorni shofchiklarini ichiga polностью qumlar kirib qolgan ekan oyoq kiyim bilan yurganman o'shaning uchun shiltalatib yuvib tashladim o'tgan safar eslaysizlarmi shu o'lgur komodni siljitayotgan paytim televizor tushib ketishiga salgina qoluvdi ya endi aqlim kirib televizorni ushlab siljitdim oynadan qaragandagi vidga nechi shunda bitta kofechani damlab podokonnigi ham как раз kattagina hayolsirab o'tirishga nechi kravatini tagiga nashvabra napilsos sig'di o'shaning uchun bahona qilib o'tirmasdan kravatni siljitib taglarini artib yana qaytib joyiga qo'yib qo'ydim mana shu gulni nomi dollar gul lekin pul olib keladimi yo'qmi bilmayman lekin klientim o'g'il bola bo'lsa ham dahshat qaraydi gullarga selitra berib boqyapsanmi nima desam bilmasam как на дрожжах растут deb kulib qo'ydi yoshligida rosa multik ko'rgan ekan qaranglar multik qahramonlarini полностью qo'yib tashlagan polочкалariga shu uyga kelsam hijolat bo'laman o'zi top toza o'shaning uchun hamma joyiga kirib chiqishga harakat qilaman kovrigini yuvaray dedim eng zo'r kovrik shu bo'lsa kerak shunday yuvasiz top toza bo'ladi 10 minut ichida quriydida почти orada internetim ishlamayotgandi qarasam klientim telefon qilyapti sitorsanga podarka tashib ketdim pul bilan olib ketgan iltimos deb polochkada turibdi deb aytdi polochkani ochsam shunaqa 2 paket podarka turibdi-ku xursand bo'lib ketdim oddiy narsaga ham odam qancha xursand bo'ladi gap e'tibordada chunki metroni ichiga kirsam shunaqa chiroyli muzika cho'layapti ekan yonimda наличие pul yo'q ekan aksiga olib indamasdan shokoladni tashib ketdim qasak chop do'stlar обязательно лайк подписка bosib qo'yinglar